arzon narxda ipoteka kiritga to'g'ri keladigan 37.500 AQSh so'ralayotgan 4 sotixlik uchastkani sotib chiqaryapmiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Darvozadan kirganingiz bilan siz o'ng qo'lda mana shunaqa kattagina o'zini zal kutib oladi. Zalni kattaligiga o'zingiz bitta baho bering va bu yerda bitta koridor va ikkita xonadan tashkil topgan va pollarni ham polni urib qo'yishgan. Kimga lokatsiyasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, agar Moshin bozoridan o'sha to'g'ri kelaverishsa, shunaqa zo'r joydan kattagina uchastka topib qo'yganmiz. Bu yer esa oshxona qismi. Oshxona qismini o'zingiz ham bitta ko'rsatib o'ting. Oshxona qismi ham anchagina katta, bemalol mebellarni qo'ysangiz qisib qolmaysizlar, maza qilib yashashingiz mumkin. Bu yerda esa bitta o'zini tayyor sanuzul qilib qo'yishgan. Ana endi nima deb o'ylaysizlar? 37.500 AQSh dollarga 4 sotixdan iborat korobka holatdagi uchastka yana kim chiqarib bera oladi? Men sizlarga shunaqa taklifni beraman. 37.500 AQSh dollarga 4 sotixdan iborat gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Mana bu yerni qarang, bemalol shu yerni o'zida ham siz anchagina ishni qila olasiz. Ya'ni suraga qilsangiz ham bo'ladi. Tak что, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin.